Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini. Tashqaridan egalaridan ko'p hali ham hayajon bor. Qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. BYD Championdan boshlaymiz. 20 tur, 23,5. Suvakka qatalagan bo'lsa, 22 ning atrofida Ayol Shine. O'zim ham shuni sedanidan minaman, 26 ming yurgan. Tavsiya beraman, yurgan 16,5 ming bo'lsa, motorga tishtiriga berib yuborasizmi? Kia Carnival. 23 60 ming probeg yurgan, mexanikada ochilgan. Byudjetliroq ekan. Narx qo'yilgan jonaga sal yopishtiraylik. Davom etamiz do'stlar. 16 yurgani qancha? Tayyor holatda. Aka qancha so'rayapsiz? Onzani ham ko'rsatamiz. Tonirovkalarigacha ruxsatnomalari bor, a? Ras kelishgan bo'lsak. UzDrive aka. Nissan uzr 32 ga bitadimi? Sinovingizdan inshaalloh. Bitta yog' yemaydi deyaptilar akam. Birinchi bozori. Swim 01. Salondan juda yengil aytyapti akalar. Tracker 2 borcha juvoy ko'rsatishga harakat qildim. Hurmatli obunachilar, Centrum kompaniyasi bilan ajoyib shartnoma qildim. Ya'ni Umra paketini tekinga yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun nima qilamiz? Ya'ni 35 ta bilet sotsak, bitta sertifikat yutib olamiz do'stlar. Endi padeshga qilib yuboringlar. Men ham foydamdan kechdim. Centrumdagi akalar ham foydasidan ancha-munchasidan kechib, sizlarga yordam berilyapti. Ya'ni ko'chadan yoki bo'lmasa o'sha like bosgan odamlardan, bilmadim endi kimga nasib qiladi. Inshaalloh shu paketni tekinga beramiz inshaalloh do'stlar. Mana shu oyning oxirigacha aytaylik 35 ta atrofida sotadigan bo'lsak, yo'q, unaqa emas, bitta emas. Ya'ni 35 tadan ko'p sotsak ham, xudo xolasak 35 taga bitta shunaqa paket sotib beriladi. Inshaalloh padeshka qilinglar. Boraman degan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, shu nomerlar qo'yib berdim, mana shu yerga telefon qilib, nima qilib gaplashinglar. Inshaalloh bizga ham manfaatli bo'lsin. Sizlarga ham manfaatli bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini. Islomjon aziz do'stlar, Sergeli mashina bozoridan tashqaridan egalaridan ko'rsatadigan obunachilarimiz uchun do'stlar, Sergeli mashina bozoriga kelganmiz. Hali ham hayajon bor. Hali ham nima deydi? Bozorga kirganimda qo'llar qaltirash bor hali ham. Do'stlar, kelinglar, ichkari kiramiz, qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Video yoqsa albatta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Birinchi mashinamiz BYD Championdan boshlaymiz. Do'stlar, aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Omonmisiz? Egalaridan a? Nechinchi yil? Yurgani qancha? 36 ming. 36 ming. Aha. Yilichi? 20 tur. 20 tur. Kraskasi top-toza. Top-toza. Petno rehtopki yo'q. Dokumentda muammosi yo'q. Xohlagan dokumenti behijolat ekan do'stlar, qaranglar. Chempion axtarib yurgan obunachilarimiz uchun dolasa egalaridan narxini qancha so'rayapsiz aka? 20. Arzon va sifatli reklama. O'zbekiston bo'yicha shamollash ko'paygan akalarimiz juda ham ko'p do'stlar. Qish kunida oyog'ingizni vanna qilishingiz uchun vanna apparatlarimizga yetib kelgan do'stlar. Ko'rayotganingizdek, ichida ham vanna qilasiz, ham massaj olasiz do'stlar. Pult orqali bemalol temperaturalarni va massajlarni boshqarsangiz bo'laveradi. Ishdan charchab kelganingizda uyda xotinga massaj qilib qo'y deyish albatta ma'qul keladi do'stlar. Massajni apparatlarimiz yetib kelgan, bitta zaryad bilan 4 soatgacha ishlab beradi. Ishlashini ko'ryapsizlar do'stlar. Bemalol o'zingiz uchun massaj qilsangiz bo'laveradi do'stlar. Ichida 3 xil nasatkasigacha chiqadi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz mavjud. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Stolda kresloda o'tiradigan akalarimiz uchun do'stlar massajni apparatlarimiz yetib kelgan. Kreslo stolingizga qo'yib qo'yasiz, ham isitadi, ham massaj qiladi do'stlar. Ham bo'ynida og'rig'i bor akalarimiz uchun do'stlar, bo'yin massaj qiladigan apparatlar ham yetib kelgan. Bo'yningizga qo'yasiz, bemalol yotaverasiz do'stlar. Massajingizni 3 xil, 4 xil turda massaj qilib beradi do'stlar. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bepul. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Barcha mahsulotlarimizga 100% garantiyasini beramiz deyapti. 23,5. Suvakka qatalagan bo'lsa, qanchaning atrofida kelishamiz aka? 23 ming bo'lsa qatala. Ya jon aka, unadi men. Siz ham sotsangiz muhim, bizni obunachilar olsa muhim. 22 ning atrofida bitib qoladimi? Qanchani ko'rdi bermadingiz? 22,5. 22,5 ga bermadingiz. Agar o'zimizga o'xshagan qoni qaynagan akalar bo'lgan bo'lsa, o'sha bermaganingizga Bermagandan sal oshadi. jinda yumalasa ustiga bartergachi. Barterga. Gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib oling. 97lik. 97lik 460 460 8202. 8202 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p, rahmat aka. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Ayol Shine deydi. Ayol Shine. Men ham o'zim ham shuni sedanidan minaman do'stlar. To'g'risi juda ham komfortli, yumshoq mashina, beskulcho'y do'stim. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Omonmisiz? Nechinchi yil yurgani qancha aka? 24 26 ming yurgan. 24 26 ming yurgan. Lekin mashina
oilaviyga ham zo'r, orqasi tashamaydi, независимый подвеска, avtomashinada slipoy zona 360 kamera, to'g'rimi? Ha, 360 yo'q. Ha, oldi orqa задний вид. Sidinalarimiz kojinli do'stlar, multi rulimiz bor avtomashinada. Xullas, mashina to'g'risi men o'zim ham shunaqa mashina minganim uchun tavsiya beraman. Yurgani qancha dedingiz? 26.000. 26 ming. Xullas, tirq qaytmasdan gazini bosib minib yursangiz bo'laveradi mashinani to'g'risi. Sababi buni sedanidan minaman, kattasidan. Xuddi shuni nimasidan bo'ladi? Tavsiya qilaman do'stlar. Xudo xolasa, parod qilmagan mashina. Xo'p, laboyiga nima tegan aka? Ha, tosh tegan ekan, gap yo'q. Ha, jindek nozikroq bo'ladi. Men ham jincha urilganda sraz ham atib nima qilib olgandim. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 16.5 ming bo'lsa, 16,5 ming bo'lsa kelishamiz deyapsiz. Aka, sizniki ham bas, bizniki ham bas. Aka, 14 ga shtriga berib yuborasizmi? 15 O'zi pastga urish niyat bas. Men o'zim ham shunaqa mashina minaman. Nima obunachilarni o'ylagan holatda. Qanchaga bitib qoladi? 15.5 ming 16 o'rtasida gaplashamiz aka. 15.5 bilan bermadingda chunki. 15 ga berilmadi. O'sha bermaganingizga jazdillasa berib yuboramizmi? Minaman mazza qilib 15 sal tepaga gaplashamiz. ustiga yumalasa do'stlar berilaverar ekan, xudo xolasa. 15 dan balanga gaplashsa gaplashamiz. Xudo xolasa. Bartergachi. Barter bor. Barterga kelishilaveradi. Egalardan tirikchilik bo'lsa, dokumentda muammo yo'q. Dokumentdan hech qanaqa muammo yo'q, o'zimizdan nomimizda. Kraska top toza. Kraska top toza. Shu bitta aybi mana shuda. Shu kapotini bitta ko'rsatib bersam, bu 1.5 turbina bo'ladi. Hozir oldini ochib olsam, shunday 1.5 turbina, 190 ta ot kuchi avtomashinada bilmaganlar uchun. To'g'risi, men nimani ochyapman? Ha, ochami? Mana do'stlar. Ancha-muncha zapchasidan ham qiynalmayapman, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam. To'g'risi, Lacetti orqa kalotka tushadi bunga. Equinox bir kalotkasi ham tushadi oldiga. Salon filtrlari o'sha topish muammo emas. Asosan endi bu mashinani asosiysi qarab yurilsa bo'ldi. Gap yo'q. Kraskasi toza, kimda kim qiziqsa nomerlaringizni aytib yuboring. 97lik 203 02 22. Bo'ldi aka. 0222 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Barterga ham iloji bor. Sostoyaniyasiga qarab kelishaveramiz deyishyapti do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Tracker, menimcha egalari yo'q buni. Xo'p, ichkariga kirsak, yana davom etamiz. Do'stlar, xo'p. BYD chazor ham bor ekan. Hozir ko'rishyapti, buni ko'rsatmay qo'yamiz, mayli. Xo'p. Yana crossoverlardan. Kia Carnival. Akalar, bu sizlardanmi Carnival? Nechinchi yil ekan, qancha yurgan? 23-60 ming probeg yurgan, parola qo'yilgan. Do'stlar, mana ichki interyerini qaranglar do'stlar. Xudo xolasa tkaniy salon degan, maza qilib minagan, oilaga bob mashina tayyor holatda. Eshiklarimiz elektronika emas, o'sha mexanikada ochilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Oho, monitor ham qo'yib berishibdi. Gap yo'q. Kapitanskiy sidina avtomashinada. Yurgani qancha dedingiz? 60 ming yurgan ekan, bo'ldi. 60 ming yurgan avtomashina. Kraskasi top tozami? Kraskasi top toza. Petno rehtopga yo'qmi aka? Hozir temaga tushgan jinda qiynalishyapti, akalar nima qilyapti bu bola deyishyapti. Gap yo'q. Mono qoshda avtomashinamiz, orqada sensorli datchiklarimiz bor. Tkaniy salondan, byudjetniyroqdan qidirib yurgan obunachilarimiz bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa byudjetniyroq ekan. Sababi tkaniy salon. Gap yo'q. Xo'p, aka buni narxini qancha so'rayapsiz? Ha? Narx qo'yilgan. Qancha aytyapsiz misol? Bozorda. Qancha sir bo'lmasa? Jon aka, sal yopishtiraylik, iltimos. Bizga o'xshagan, sizga o'xshagan odamlar ko'radi, obunachilar ko'radi. Sal yo'lida qilib bering aka. Propan qo'yilgan, nechtalik? 90 talik. Dokumentda muammosi yo'q, egalaridan, ha? O'zlarining egalaridan. Gap yo'q. Do'stlar, egalaridan aka, kimda kim qiziqsa, qanchani ko'rdi bozor aka? Sir bo'lmasa. Birinchi bozori. To'g'risi, narxni jicha tikka aytyapsiz. Menimcha. Sal kelishtiring, telefon qilishsin. Qanchani atrofida kelishib qolamiz premyerni? 31 bo'lsa kelishamiz. Gap yo'q. Telefon raqamingizni qoldiraylik aka. Xo'p. Ha, bu yerda ekan, do'stlar. Xo'p, 98lik 774
Shunaqami? Ha. 23 37 raqamlarga chiqaverasizlar. Boshqacha nomer qo'yib yuboribsizmi? Ha, 77lik 423 37 31 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Gap yo'q. Keyin davom etamiz do'stlar. Mana uni ham bitta ko'raylikchi, Kia Carnivalni. Hop, bitta ko'ramiz do'stlar. Assalomu alaykum. Hoji aka, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz? Nechinchi yil ekan Carnival? 16. Yurgani qancha? 265 ming yurgan, monitorda qo'yib qo'yilgan ekan. Tayyor holatda, poliklar tashalgan. Mashinaga chexollar orqasigacha qo'yib qo'yilgan ekan do'stlar. Bu egalaridan, xudo xolasa. Egalaridan dokumentda muammosi yo'q. Kimda kim qiziqsa, mana orqalarini ham bitta ko'rsatib bering. Mana dokumentda muammo yo'q deyapti akalarimiz. Bu ham nizavesining orqa vid, zadniy vid kamerasi ham bor ekan. Gap yo'q. Mashina xudo xolasa yaxshi. Mana bu tomonni ham ko'rishlaringiz mumkin. Aka, qancha so'rayapsiz? Ha, videoga olyapman. Yo, primoy emas, o'sha ketyapti sekin. Bo'ldi, ko'rsatmayman iloji boricha, aka. 16 ming so'ralyapti. Qanchani atrofida kelishib qolinadi? Realniroq bo'lsa telefon qiladi-da. To'g'ri onasi. O'sha 15 larga to'g'risiga bitib olmaydimi, xudo xolasa? Gazlarning o'zi 1200 dollarga qo'yilgan. Ha, ana 5-pakalini 5 plyusda. Ha, 4 plyusi. Yaxshisi qo'yilgan. Xudo xolasa. Muammosi yo'q, dokumentda muammosi yo'q, xudo xolasa. Kraskalar qanaqa? Kraskasi bor bular. Albatta. Aha. Chaqa-chuqalari bor ekan do'stlar. Xo'p, boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati? Sotib olamiz-da mashinaga. Tushunarli. Ha, telefon raqamlaringiz? 90 033 34 02 ga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Xullas. Shunaqa gaplar. Tak, bitta Monza ham bor ekan bitta do'stlar. O'sha Monzani ham ko'rsatib qo'ysam, nima dilang. Shu Monza endi juda ko'pchilik oqtaradi, juda ko'pchilik qiziqadi. O'shaning uchun Monzani ham ko'rsatamiz. Tak. Aka, bu Monza nechinchi yil ekan? Aha, rahmat aka. Bu atmosfernidan ekan. To'g'rimi aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Omonmisiz? Xo'p, Monza qorasidan qiziqqan obunachilarimiz uchun Kojini salon do'stlar. Xo'p, yurgani qancha? Nechinchi yil aka? 23 106 ming yurgan. Kraskasi top-toza. Egalaridan dokumentda muammo yo'qmi? Notariusda, shunday sananaveradi. Tonirovkalarigacha ruxsatnomalari bor, xudo xolasa. Dana qilib qo'yilgan ekan mashina do'stlar, qop qorasidan minaman deganlar uchun nomeri ham alohida tema ekan mashinada. Mana. Orqalari ham, menimcha odam o'tirmagan, urinib ketmagan mashina, holati ideal. Yurishiga nisbatan normalniy ekan lekin mashina. Xudo xolasa, juda ko'pchilik atmosfernikni qidiradi. Mana sizlarga atmosfernik nima desam bo'ladi? Metan, propan bemalol tushaveradi, lekin metanni tavsiya qilinmaydi. Atak shuni benzinda haydalgan ekan do'stlar. Asosiysi ABS sistemasi bor avtomashinada. Xo'p, 1.5 atmosfernik bo'ladi shunda. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka? 15300. 15300. Ras kelishgan bo'lsak, qanchaning atrofida kelishamiz? Aka, bir 13 ta tepalasak bo'ladimikin? Urushib ketmaymiz, endi so'rab qo'yapman-da aka. 15000 oxiri taqalgan. Taqalgani 15000. Agar sal pulimiz yetmay qolsa, jicha-pichaga iloji bor, jicha-pichasiga. Bank farqi yo'q, bir narsa qo'yamiz. Luboy narsaga kelishilaverar ekan. Gap yo'q. Barterga Barterga minveramiz. muammosi yo'q, xudo xolasa. Gap yo'q. Raqamingizni aytib o'tsangiz? 99lik. 99lik 438 3312. 438 3312. 3312 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersan aka, charchamang. Xo'p. Gap yo'q. Endi arzon nima ekan, ha? Uzdrive aka. Aha. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, Hyundai qiziqqanlarga Hyundai avtomashinasi. Aka, bu sizlardanmi? Charchamayapsizlarmi? Nechinchi yil ekan? 2000-yil Hyundai nima deyiladi bu? Ha, Nissan. Uzr. Assalomu alaykum. Charchamasdan omonmisizlar aka? Nissan Maxima 3 объем. 3 объем. O, ancha-munchasini qo'porib yuborar ekanda, xudo xolasa. Gap yo'q, dokumentda muammosi yo'q. Yo'q. O'zimning nomimda. O'zingiz nomingizda. Probegi qanaqa? 470 ming. 470 ming Oy yemidi. yemiydi, O. oqmaydi,
hamma yoq qilib qo'yilgan mashina. Qarab berilgan. O'z egalaridan, ha? Muammosi yo'q. O'zimniki mashina. Gap yo'q. Tak, buniki podveskalar nizavisiynimi? Ha, nizavisiynmi? Mana bitta ko'ringlar do'stlar, ichlari ham javrinib ketmagan, xudo xolasa. Qancha so'ralyapti bu? 4 so'm. Sal kelishtiraylik aka. Sal yo'lida qilaylik, чтобы siz ham maza qiling sotib, obunachi ham maza qilsin, xudo xolasa. Kelishsin, gaplashamiz. Qanchani atrofida? Shoqib beramiz. Xudo xolasa. Qo'l tashlang aka, to'g'ri so'rayapsiz. Japasiga urib yubormayman. 308 32 ga bitadimi? Kelishsin, gaplashamiz. Siz nomingizdan kelishsin. Inshaalloh, xudo xolasa aka. Qanchani ko'rdi bermadingiz? Bu 3 ko'rdi. 3 ko'rdi, berganingiz yo'q. Yo'q. O'shani atrofida kelishib qolamiz, xudo xolasa. Shuni atrofida kelishsin. Pul bo'shasa, xudo xolasa bo'ldi. Gap yo'q. Bartergachi? Yo'q, barterga yo'q. Barterga iloji yo'q ekan do'stlar, naqd pulga. Agar mabodo 10-15 kunga misol jicha-picha yetmay qolgan joyiga kelishaveramizmi? Mayli, bu 10-15 kun bilan bir narsa hal bo'lib qolmaydi. Gap yo'q, bor bo'ling. Aka, bozoringiz bersin, telefon raqamingizni aytib o'tsangiz. 99 99 lik 837 33 36. bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling aka, charchamang. Xo'p. Endi yerda Toyota ham bor ekan. Toyota Yaris. Yaris bu. Ya'ni Nexus tonniga maza qilib minvoraygan. Xudo xolasa. Pul arzon. Kimda kim qiziqsa, ancha egalardan turibdi. Aka, bu nechinchi yil aka? Nechinchi yil aka? 2008 yurgani qancha? 184 ming yurgan. Ideal qarab bergan ekansa. Ha, 1.5. Assalomu alaykum, charchamasdan. Aha. Dokumentda muammo yo'q, xohlagan dokument bitaveradi. Generalniy doверенность beraman. Kraskalari qanaqa? Bitta krilo. Udari yo'q. Pistoletlari butun ekan do'stlar, kimda kim qiziqsa, rosa danay bo'lib yotibdi mashina, xudo xolasa. Qaranglar. Balon yangi. Aha. Pan 65 talik. Aha. 4 yevro to'rt turibdi. Ko'p. O, 60 ming yurgan propan. propanmi? Gap yo'q, mana bitta ko'ringlar do'stlar. Salonlarni Aha. Gap yo'q. Ideal holatda yog' yemaydi deyaptilar akamiz, xudo xolasa mashina o'zim maza qilib haydaganman deyaptilar. Bu tomonda kraskasi bor ekan. Tak. Yo'q, ichiga o'tmagan, pechatlari joyida turibdi do'stlar. Avtomashinani mana ichlarini ham bitta ko'ringlar, avtomat korobka. Kimda kim qiziqsa, bosib yuborasizlar, xudo xolasa. Tablosi o'ttasi deydigan ekan do'stlar. O'sha paytda podlokotnik ham bor ekan mashinada. O'sha paytda keyin qaranglar, bu yerda stakan qo'yish uchun joy ham bor. Bu yerda. O'sha paytda komfortli, o'sha paytda o'ylangan. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka? 9,5 so'rayapman. Bo'lishi 9 bo'lsa. Yo, jon aka, sal kelishtiraylik. Siz ham tezroq soting. Bu 1.5. Ha, 1.5. Telefon qilishsin, Aha. gaplashamiz. 8 da atrofida mo'ljal qilib telefon qilsak bitami ekan aka, nima deysiz? Bozorni ko'raylikchi. Bozorlarni ko'rsalaring, Bozorni ko'ramiz. xudo xolasa. Qanchani atrofida bermadingiz? Yo'q, birinchi mana. Birinchi bozori? Birinchi bozor olib chiqdim bu yoqqa. Ha, birinchi bozoriga do'stlar, kimda kim qiziqsa endi narxini japasiga urib yubormadim. O'zlaring telefon qilasizlar, baraka qilasizlar. Jibcha yetmay qolgan joyigachi. Uni maslahatlashamiz, gaplashamiz. Bunisini kelishiladi. Gap yo'q. Raqamingizni aytib o'tsangiz aka. 97 lik 97 lik 706 48 48 88. 88 raqamlariga aloqaga chiqarasiz. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Xo'p. Xudo xolasa bir haftalik video olamiz. Bugun xudo xolasa, chiqarib olamiz inshaalloh. Xudo xolasa, inshaalloh. Xo'p. Do'stlar, tak. Endi qanaqa mashina qidiryaptilar? Ha, SVM 01. Hali birinchi chiqqanlardan do'stlar, SVM 01. Egalarida ekan, bu ham ko'rishlaring mumkin. 360 kamerasi bor. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Omonsiz aka, tinchmisiz? Charchamasdan. Xudoga shukr. Qancha ekan? 18 deyapmiz aka. 18 yurgani qancha? 22 ming. 22 mi, 25 mi, 24 mi? 25 yil. 25. Gap yo'q. Qanaqa mashina ekan o'zi? Bu bo'ladi, yaxshi. Xudo xolasa, inshaalloh. Kojini salon, Hamma funksiyalar bor. trekker bilan konkurensiya qilinadi, xudo xolasa mashina. Bemalol. Xudo xolasa. Do'stlar, to'g'risi salondan juda yengil aytyapti ekanlar. Hozir qalblariga qo'l solamiz, xudo xolasa. Kraskasi toza. Kimda kim qiziqsa, lekin men o'zim ham shu mashinadan o'ylab yurdim, bosib yuborishdi. Sababi oilaviyga
men misol berasizlar, sedan minaman. Sedandan уже tayi tegib qolayotgani uchun bunaqa katta mashinaga o'tish niyatim bor. Kojini salon, beskulchoy do'stlarimiz bor avtomashinada. Ko'rishlaringiz mumkin. Salafan minaman degan akalarimiz uchun gap yo'q. Mana beskulchoy do'stib avtomashinada, multirul, sidinalarimiz legrovkasi bor avtomashinamizda. Muammosi yo'q. Asosiysi egasidan do'stlar, kimda kim qiziqsa, aka 18 so'rayapsiz akana. Sal kelishtirsak, qancha atrofida bitib qoladi? Kelishtiramiz endi. U olishga bog'liq. Inshaalloh. Qancha yurgandingiz? 22 ming. 22 ming. O'zi salonda adashmasam, tak 18.8 mi shunaqa bo'lish kerak a? Yo'q, 19.3. Ha, 19.3. Gap yo'q aka, realni jazmani bo'lgan bo'lsa, pastga urish bas, molni, ya'ni qancha atrofida kelishib qolamiz. Bor, kelishtiramiz. Aka, realni har doim qanchani ko'rdi? 16,5. 16,5. O'sha 16,5 ga bermaganingizga bitkizib yuboramizmi? Yo'q, bor, ozroq bor. Ozroq bor. 5-10 so'm qolganmi yo? Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Endi mashinalar pastga urishni niyatim yo'q-ku. Imkon qadar narxini yaqinlashtirishga harakat qilyapman do'stlar. Barterga ham iloji bormi? Yo'q, barterga yo'q. Barterga yo'q. Faqat naqd pulga 10 kun 15 kun yetmay qolsa-chi pulimiz. 20 kun, 1 oygacha ham mayli. Mana do'stlar, 1 oygacha mayli deyaptilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Raqamingizni aytib o'tkasangiz, 94lik 94lik 404 404 0883. 0883 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bozoringiz bersin aka, charchamang, omon bo'ling. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Tracker 2 ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Tracker 2 qora qilib qo'yilgan ekan. Bu egalaridan menimcha bu ham. Xo'p, aka, bu nechinchi yil ekan? Yurgani qancha? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Omonmisiz? Xudoga shukr. 23 aka. 23 yurgani? 20 ming yurgan. 20 ming yurgan. Tracker 2 oqtarib yurgan obunachilarimiz uchun Kojini salonidan bu nechinchi paytda bo'lyapti shunda? 2. Gap yo'q. Shunda hozir chexol qadab borganmisizlar? Gap yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sensorli datchiklarimiz bor avtomashinada. Nega? Ha, bo'ldi, ketaveramiz, bo'ldi bo'lmasa. Bo'ldi, ketaveramiz. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, bozoringizni bersin aka. Charchamang. Yo'q, bo'ldi. Xullas do'stlar, arzon bozorga menimcha tugatamiz. Sababi oxiriga keldik. Xo'p, kelinglar-da. Imkon qadar menimcha eng arzonlarini ko'rsatdim degan umiddaman. Xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga albatta podelish qilib qo'ying. Maksimalni mana shunaqa video qilishga harakat qildik. Kesmasdan iloji boricha juvoy ko'rsatishga harakat qildim. Yoqqan bo'lsa mehnatimizni like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.